Növbətdə Ablekim Kelkün, Mevlan Niyaz, Ranagil qatarlıqlar o'rinlagan savadsizlik haqida nomli kitobni huzuringizga sunamiz. Hada, yaxshimisizlar? Ahvolingiz yaxshimi? Shiftimni chata yo'qda. Appak kesimni kiyib ketib oldi mana. Buning sabab mush ko'ngil degan podshoh kuyib qaz podshoh degan zig'ras ketgan. Mush do'ngmaldiki Xelchixonachamning Rushengul ismli Enjir tortidek bir qizi bor. Shu qizni ko'rganda men yurak chataq, ko'zi uyqu yo'q. Aşk kızı deb mana mush qiz o'tirgan mushdoqmishga necha 10 ketib keldim, lekin qiz kelish bilan men qapak qo'shganimga bir meg'iz gap kelmayotgan. Qiz tas menib ketib kelayotgan, men suvga tushgan mushdek so'lishat kelayotgan. Oxiri kallamni ishlatib bir chora topdim. Nima chora desanglar, ajoyib saviyalik bir parcha xat yozdim. Tek shingil qo'shaqni to'qib qo'ydim. Bu xatni o'qigan har qanday bog'litash janon Çayga tushgan qanday erib ketmiş qo'liqimni kartini kesib beray. Mushu qo'shaqni aqasini bir o'qib beray, tasdiqlab aytaman, endi qizga o'qib beray qanda. Biz boshladim. Qo'y, hapla, qiz o'zi kelib qoldi, o'ziga o'qib berayman. Qada chiroyligimikan? Yaxshimisiz Rushengul? Yaxshi. Men sizni tanıyamadım-ku. Tanımadingizmi? Hozir bir qarama. Kechirsiz, men sizni rostli tanıyamadım. Hech qisi yo'q bo'pti. Siz tanımagan bilan sizni men tanıyman. Siz ash Xelchixonachamning Urumchida o'qishib turib kelgan qizi Rushengul shundaymi? Ha, shunday, demak siz meni tanıydi ekansiz. Ha, men tanıyman. Men tanımadingiz. Men Yasin Yaqachining o'g'li emasman. Ha, Yasin akamning o'g'liman. Ha, o'g'li. Menda bir ishimiz bormi? Ha, bor Rushengul. Nima ishimiz bor? Endi rost gapni qilsam, Rushengul, mush sizni ko'rganda bu yerda ajoyib men bo'lib ketib. Mush sizga kunda bir gap qilay deb kunda kelsam siz gap qilmay men ketib kelib mushuna ulab. Mushunat o'zi vaqt o'tib ketdi, shunga mushada sizga bir ikki shingil qo'shaq to'qib qo'ygan, nima qilib beray deb mushada nima qilib sizni saqlab nima qilgan. Qani o'qiyvering. O'qishmamsa. Tilmaysiz-mamsa. Bir chinakka gulterdim, bir chinakka yo'g'imach qurib ketdim, men yarimni ko'mgach. Teşekkürler. Yakıp biraz taşısam köyüp baş pışkılıdı, sizlerimden derdinde yürek baş pışkılıdı. Ay bu qo'shiqni o'zingiz to'qidingizmi? O'zim to'qidim, o'zim yodladim dexe. Rushengul, men degan til adabiyot fanlari bek pishib. Siz xeyli o'qib ekansiz-a? Ha, men degan 9-10 yil o'qib o'tganman, Rushengul. To'liq o'tirib kutaganman. To'liq o'tirib. To'liq to'qigan. Qaysi maktabda o'qigansiz? Men to'liq to'qigan. Sizimiz oliy maktabda o'qimagan demoqchisizlarmi? Oliy maktabda mushuk ketib o'qib o'tgan Rushengulmi? Qaysi kasbda o'qigansiz? Bu maxfiy, buni degan olmaydi. Onda siz bir idorada ishlaydigansiz-a? Ishlayman, men degan chat, bir ancha. Demak, siz chet ellarda ishlayotgansiz, shundaqmi? To'g'ri, chet ellarda ishlayman. Chet ellarda ishlayman. Undaqda siz chet el tilini xeyli puxta o'xshaysiz. 7-8 xil tilni ponni bilaman. Masalan, qozoqcha, qirg'izcha, o'zbekcha, turkcha, mo'ng'ulcha, ataxi, arabchani bilaman taxi. Undaqda hangi saviyangiz qanday? Taxi arabchani deb qo'yaman sizga. Bismillahirrohmanirrohim. Mana arabcha. Хорошо, давай. Mana bu ruscha. Bad boy, good boy, mana bu inglizcha. Magalo, mana bu yaponcha. Demak, sizning xeyli saviyangiz bor. Hangi saviyangiz qanday? Hanzuchi deganda hanzudekli so'z yutibman. Masalan, hanzula o'rindiqni joza deydi. Doppini moza deydi. Chiroqni poza deydi, burtni xo'za deydi, lampushkini poza deydi. Sanarkini sayyo deydi, shiqilib kelsa ayyo deydi. Hay Rushengul, meni vojib gap-shap ketdingiz. Meni qandoqligimni mush xatni ko'rsangiz bilasiz. Bir o'qib bergin. Bu nima xat? Endi Rushengul, mush sizga ashundan bo'lib qolgandan keyin ataytmish ko'nglimdagi hamma gaplarni tugab yozgan bir xatni. Mushunda o'qib menga javob berasiz, men bir xo'shib kelsam. Men o'qib qoldim.
Ruşakul. Müşahidin okuyayım, siz kesiniz mi? Ülüme şu. Bana çayı kendisini verdik, iyiydi o. Tersini ortam değil mi? Dikildi de ya. Mush xatni o'zingiz yozdingizmi? O'zim shaxsini yozdim, Ruşakul. Siz xiyolingiz kelganda bunday xabar qilib bo'laymi deb o'ylab qoldim. Dikchek. Ruşakul. Ya, burada yumuşak kaldı, yüksekte bitip kalıyor kızlara. Vallahi süftümün sada yoktu ha. Muşket çatak var mı ya? Ya bunu okuyanmışsan. Birisini bu. Fikir muşketini okuyacaksın. Oy, mayaktan birisi kilodur aşağıdan gibi okutu bakayım. Assalamualaikum aka. Aleykümselam ukam. Sizga salomat bo'lingizmi? Yangi yilingiz muborak bo'lsin ukam. Aka, siz bir hashtim chiqib qolganda. Davring ukam. Mushkatni bir o'qib bergan bo'lsangiz. Voy ukam, bu sizning ko'zingiz ko'nganda. Tomning u tarafini mi ko'rdi bizning bu kichik ko'z? Tomning u tarafini ko'rgan ko'z ukam, mana xatni ko'rmiz emas, chap turdi ukam. O'zingizni o'qiyvergan, mening aldirashishim bor. Lekin xatni ko'rmaydi. Aka, bir xafa bo'lmaymiz deb o'qib bergan. Jiddiy o'lim yetim ishlar o'qiymiz. So'y yana shunda. Og'zingizni dushman ukam, bu yangi yilda nima deydigansiz? O'qidim akam. Seg'inishdi salom xat. Seg'inganda yozgan xat. Seg'inmasam yozmaydim, seg'ing'ashga yozgan xat. Chiroyli gapkan bu. Va holam puroq, va hozil ishtiyoq. Muborak jamolingizni dumbamga yetib